Men o'zim boshimdan o'tkazdim. Shomda kelibdi bir bola. Chiqib qo'yasizmi? Shomdan keyin keldingizmi dedi. Domla uzr dedi. Shomdan keyin kelsa chiqmaslikka haqqim bor. Ertaga kelinglar, xo'p deb ketdi. Xafa bo'lmadi. Zo'r bo'ldi. Damofonda gaplashyapman. Odamlarimiz alhamdulillah o'lchovlarimiz tuzalyapti. Eshiging tagiga boruvdi, chiqmadi, o'zicha deydi. Sen kelma shundan keyin. Sen kelma, mosh yotib olgandir. Mosh bir qandaydir bir narsa bilan band turib kelma sen. Bo'lar ekan, yo'q deb qo'y demasdan-chi, yo'q deb qo'y. Tushunadingizda, to'g'rimi? Gunohni bo'ynimizga olaveramiz. Yo'q, dadam bor, chiqa olmaydi ekan hozir oldingizga. Hozir ziyoratni qabul qila olmaydi ekan desa, xafa bo'lmay ketaveringlar. Va in qila lakum irji'u farji'u. Agar Qur'on aytayapti bizga, qaytinglar desa sizlarga birov chaqirib bo'lganda